Bismillahirrahmanirrahim. Durusul Lughatil Arabiyya kitobining 3-qismidan darslarimizni davom ettiramiz. Ad-darsul hadiya ashara, 11-dars. Al-mudarrisu, at-tullabu qalilun, ayna al-akharun. O'qituvchi aytayaptiki, talabalar ozdir. Boshqalar qayerda? Al-akharun, ya'ni akhar jami. Akhar degani boshqa. علي عمر غائب وحامد عند المدير وإسحاق في المرحاض والحسن ذهب إلى غرفة المراقب. Endi Ali javob berib aytayaptiki, Umar g'oyibdir, ya'ni Umar yo'qdir, darsga kelmagan. Va Hamid mudirni, ya'ni direktorning huzurida, va Ishoq hojatxonada, va Hasan nazoratchini xonasiga ketgan. Abdurrazzaqi va Zubayru akhuhu maridun. Abdurrazzoq aytayaptiki, va Zubayr uning akasi kasaldir. Va Zubayrning akasi kasaldir deb qo'shib aytsak bo'ladi. O so'zma-so'z ma'no bersak, Zubayr uning akasi yoki uning ukasi kasaldir. Bitta qilib ma'no beradigan bo'lsak, Zubayrning akasi kasaldir. Va qad ista'zana al-mudira fi adh-dhahabi ila al-mustashfa. Va dar haqiqat mudirdan kasalxonaga borishlikda izn so'radi. Ista'zana ya'ni izn so'radi. Mustashfa ya'ni kasalxona. Dar haqiqat kasalxonaga borishlikda mudirdan, direktordan izn so'radi. Buni borishlikda emas, borishlik uchun desak ham bo'ladi. Ya'ni shunda nima bo'ladi? Dar haqiqat kasalxonaga borishlik uchun direktordan izn so'radi. Al-mudarrisu madha bihi. O'qituvchi aytdiki, madha bihi degani unga nima bo'ldi? Abdurrazzaqi bihi maghsun. Unda mag'iz bor degani, ya'ni mag'iz degani bu qorindagi, ichaklardagi nima og'riq ekan. Ya'ni unda, ya'ni qorinda og'riq bor yoki bo'lmasa qorinda nima sanchiq bo'lib og'rishi mag'iz deb aytilar ekan. Yadkhulu Hamidun va Ishoqu va yajlisani fi maq'adayhima. Hamid va Ishoq kirishadi va ikkalovlari o'zlarini nima partalariga o'tiradigan joylariga o'tirishadi. Maq'ad degani ya'ni o'tiradigan joy. Ya'ni o'zimizda nima deb aytiladi? Parta deyiladi. Al-mudarrisu ya Hamidu ka'annaka turidu an taqula shay'an. Fa hal ladayka su'alun? O'qituvchi aytayaptiki, ey Hamid, ka'annaka degani go'yoki sen yoki xuddiki sen degani. Sen biron narsani aytishni istayotganga o'xshaysan. Ya'ni ka'anna o'xshatish ma'nosida, go'yo, xuddi yoki o'xshash degani yoki kabi. Xuddiki sen biron narsani aytishni istayapsan. Fa hal ladayka su'alun? Senda biror savol bormi? Hamidun na'am. Hamid aytayaptiki, ha. أنا مطلوب الآن في النادي الرياضي أفأذهب أم أحضر الدرس؟ Hamid aytayaptiki, ha. Nadi degani bu yerda klub, yig'ilish degani. Riyodiy bo'lsa bu sportga oid. Ya'ni shunda nima deb ma'no beramiz? Hamid aytayaptiki, ha. Men hozir sportga oid klubda hozir talab qilinganman, ya'ni chaqirilganman. Matlub degani talab qilingan. Afa adhabu am ahduru darsa? Afa adhabu ya'ni boraymi yoki darsga hozir bo'laymi? Al-mudarrisu an tahdura ad-darsa khayrun laka. O'qituvchi aytayaptiki, darsga hozir bo'lishliging senga yaxshiroqdir. Ya'ni darsda bo'lib o'tirishliging, darsda mavjud bo'lishliging. Yumkinuka adh-dhahabu ila an-nadi fil fushati. O'qituvchi aytayaptiki, sen klubga tanaffusda ketishliging mumkin bo'ladi. Sen klubga tanaffusda ketishlik senga mumkin. Yadkhulul Hasanu va biyadihi ulbatun. Madha fil ulbati ya Hasanu? Hasan kiradi. Ulba degani, ya'ni bu korobka yoki quti degani. Hasan qo'lida quti bo'lgan holatda kiradi. Madha fil ulbati ya Hasanu? O'qituvchi aytayaptiki, ey Hasan, qutining ichida
ya'ni qutida nima bor? Al-hasanu fiha tabashiru. Hasan aytayaptiki, unda bo'r bor. Ya'ni bor degan qo'shimchani qo'shamiz, oldin ham ko'p aytdik. Yadkhulul muroqibu va ma'ahu talibun jadidun. Nazoratchi kiradi va u bilan birga, ya'ni yangi talaba ham. Va yusallimani, va ikkalovlari salom berishadi. Al-muroqibu hada talibun jadidun. Nazoratchi aytadiki, bu yangi talabadir. Al-mudarrisu, o'qituvchi aytayaptiki, ahlan va sahlan, xush kelibsan. Kayfa haluka? Ahvoling qanday? Ya'ni salomlashyapti. Huwa bi khayrin valhamdulillah. U aytayaptiki, ya'ni yangi o'quvchi. Yaxshi, Allohga hamd bo'lsin. Al-mudarrisu masmuka. O'qituvchi aytayaptiki, isming nima? Huwa munirun. U aytayaptiki, Munir. Al-mudarrisu almaniyun anta. O'qituvchi aytayaptiki, sen olmoniyalikmisan? Olmoniya ya'ni Germaniya. Munirun la britaniyun. Munir aytayaptiki, yo'q, britaniyalik. Al-mudarrisu ayna darasta al-lughata al-arabiyyata ya Muniru. O'qituvchi aytayaptiki, ey Munir, arab tilini qayerda dars olding, qayerda o'rganding? Munir aytayaptiki, darastuha fi madrasatin islamiyyatin. Uni, ya'ni arab tilini islomiy madrasada dars oldim, ya'ni o'rgandim. Al-mudarrisu afi britaniyata madarisu islamiyyatun. O'qituvchi aytayaptiki, Britaniyada islomiy madrasalar bormi? Avvaldagi a, ya'ni hamza istifhom, mi qo'shimchasini beradi. Bormi deb aytamiz-da. Munirun na'am. Munir aytayaptiki, ha. Al-mudarrisu kam madrasatan hunaka. U yerda nechta madrasa bor? Munirun la adri bit-tabti al-madarisu kathiratun. Munir aytayaptiki, aniq bilmayman. La adri degani la a'lamu degani. Bilmayman degani. Bit-tabti degani aniq. Aniq bilmayman. Madrasalar ko'p deb aytayapti. Endi mana bu suhbatni yaxshi qaytarib yodlab olganimizdan keyin suhbatning mazmunlarini va yangi lug'atlarni yodlab olib, endi nima qilamiz? Mashqlarga o'tamiz. Tamarin mashqlar. Ajib anil as'ilatil atiyati. Quyidagi savollarga javob ber. Ayna arada Hamidun an yadhhaba. Hamid qayerga borishni istadi? Hamid sport klubiga borishni xohlaganda aytamizki, arada an yadhhaba ila an-nadi ar-riyadi. Arada an yadhhaba ila an-nadi ar-riyadi. Ya'ni sport klubiga borishni istadi. Bimadha atal Hasanu min ghurfati al-muraqibi. Hasan muroqib, ya'ni nazoratchini xonasidan nimani olib keldi? Bimada degani nima bilan? Ata keldi degani. Endi ata bi bilan kelsa, keldi emas, olib keldi bo'ladi. Ya'ni nimani olib keldi? Nima bilan nimani olib kelgandi deyilsa, ya'ni bir korobkachani olib kelgandi. Aytamizki, ata bil ulbati min ghurfati al-muraqibi. Ata al-Hasanu desak ham bo'ladi, ya'ni ismini aytsak ham bo'ladi. Ata al-Hasanu bil ulbati min ghurfati al-muraqibi. Ya'ni o'sha nazoratchining xonasidan Hasan korobkani olib keldi. Masmu talibil jadidi. Yangi talabaning ismi nima? Ismuhu Munirun. Ismi Munir. Min ayna huwa? U qayerdan? U qayerdan edi deyilsa, u Britaniyadan. Aytamizki, huwa min Britaniya. U Britaniyadan. Endi bu yerda mana qoidalarga o'tyapti. Al-mubtada'u wal khabaru. Mubtada va xabar. Birinchi mubtada to'g'risida tushuntiradi. Al-mubtada'u huwa al-ismu alladhi natahaddathu anhu. Mana sodda ta'rifni beryapti, chunki kitobimiz hali boshlang'ich kitob. Mubtada u biz u haqida gapiradigan ismdir. Ya'ni nima demoqchi? Masalan, agar gap ism bilan boshlanadigan bo'lsa, bu mubtado va xabardan tashkil topgan jumla bo'ladi. Ya'ni jumla ikkiga bo'linadi deb o'tdik. Ismiy jumla bor va fe'liy jumla bor. Agar fe'liy jumla bo'ladigan bo'lsa, unda gap, ya'ni jumla ikkita ustundan iborat bo'ladi.
agar jumla fe'li jumla bo'ladigan bo'lsa, gap, ya'ni jumla ikkita ustundan, ikkita asosdan iborat bo'ladi. Birinchisi fe'l, ikkinchisi uni foili. Agar gap, ya'ni jumla ism bilan boshlanadigan bo'lsa, buni ismiy jumla deb aytiladi. Unda ana shu jumla ikkita ustundan iborat bo'ladi. Mubtado va xabar. Mubtado nima degani desa, mubtado ana shu gapni egasi bo'ladi. Ya'ni gap u haqida ketadi. Wal khabaru huwa al hadithu alladhi tatimmu bihi al fa'idatu. Va xabar bo'lsa, u foyda u bilan tamomiy, ya'ni to'liq bo'ladigan gapdir. Bu yerdagi hadisdan maqsad ya'ni so'z, gap degani. Demak, xabar nima ekan desa, xabar u foyda u bilan to'liq bo'ladigan so'zdir yoki gapdir. Demak, mubtado nima ekan desa, mubtado u biz u haqida gapiradigan ismdir. Ya'ni bizning gapimiz u haqida bo'ladi. Ya'ni u mubtado nima bo'ladi? Gapni asosi bo'ladi, egasi bo'ladi. Gap u haqida ketadi. Demak, gap u haqida ketadigan ism bo'lar ekan mubtado. Va xabar bo'lsa, u bilan foyda tamomiy to'liq bo'ladigan nima so'z yoki nima bo'lar ekan, gap bo'lar ekan. Ya'ni nima demoqchi? Xabar degani ana shu mubtado jumlani egasi bo'lsa, ya'ni suhbat, gap u haqida ketayotgan bo'lsa, xabar bo'lsa ana shu mubtado to'g'risida xabar beradi. Mubtado to'g'risida hukm qo'yadi. Mubtado to'g'risida nima bo'ladi? Ana shu xabar o'zining nomi bilan xabar beradi. Mubtado to'g'risida so'z yuritadi va ana shu xabar bilan jumlani foydasi to'liq bo'ladi. Ya'ni eshituvchi odamga to'liq bir ma'lumot aytilgan bo'ladi shu xabar bilan. Agar xabar zikr qilinmaydigan bo'lsa, gap chala bo'lib turadi. Shuning uchun ham ismiy jumla bo'ladigan bo'lsa, jumlamiz, gapimiz, unda ikkita asos kerak. Mubtado ham va xabar ham. Mubtado ana shu gapni birinchi ustuni bo'lsa, xabar ikkinchi ustuni. Mubtado gap u haqida ketayotgan asos bo'lsa, xabar bo'lsa, ana shu asos to'g'risida so'zlayotgan qism bo'ladi. Nahu al-qamaru jamilun. Masalan, aytamizki, oy chiroylidir. Shu yerda mana gap nima to'g'risida ketyapti desa, oy to'g'risida. Shuning uchun oy mubtado deb aytiladi. Oy to'g'risida nima deb xabar berilyapti? Chiroyli deb. Eshituvchi odam bir to'liq bir foyda oladi bunda, ya'ni to'liq bir sizning fikringizni tushunadi. Agar masalan jamil aytmaydigan bo'lsak, qamar deydigan bo'lsak, unda to'liq unga fikringizni, maqsadingizni ifodalagan bo'lmaysiz. Fa fi hadhihi al-jumlati nuridu an natahaddatha 'anil qamari. Biz bu jumlada oy haqida gapirishni xohlayapmiz. Falafzul qamaru lafzi mubtadodir. Va nuridu an naqula innahu jamilun. Va biz uni, ya'ni shu oyni chiroyli deb aytishni istayapmiz. Ya'ni oy to'g'risida xabar beryapmiz-da. Falafzu jamilun xabarun. Shuning uchun jamil degan lafz bu xabar bo'ladi. Al-mubtada wal xabaru marfu'ani. Mubtado va xabar marfu'dir. Demak, mubtado ham xabar ham ikkalovi ham raf holatida bo'ladi, marfu bo'ladi. Endi rafni biz o'tdik, asl alomati zamma. Ba'zi holatlar bo'ladi, zamma bo'lmaydi, uning o'rniga boshqa narsalar alomat bo'lishi mumkin. Masalan, tasniyalarda, ikkiliklarda alif bo'ladi masalan. Shunga o'xshash, ya'ni yoki bo'lmasa jam muzakkar sonimlarda vov bo'ladi. Masalan, misol uchun aytadigan bo'lsak, yuqorida al-qamaru jamilunda mana marfuligi nima bilan bo'lyapti? Zamma bilan. Al-qamaru jamilun bo'lib zamma bilan. Endi agar tasniya bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Alif bilan raf bo'lardi. Buni ham o'tganmiz. Masalan, al-qalamani masalan. Masalan, al-qalamani jamilani desak, ikki qalam chiroylidir. Shu yerda al-qalamani, shu yerda nima bo'ladi? Alif rafligining alomati bo'ladi. Ya'ni muhimi marfu deganda nimani tushunamiz desa, birinchi o'rinda zammani. Chunki rafni asl alomati, birinchi alomati nima? Zamma. Lekin hamma kalimalarda ham zamma alomat bo'la olmaydi. Shuning uchun boshqa far'iy alomatlar ham bo'ladi. Min ahkamil mubtada'i, mubtadoning hukmlaridan anva'ul mubtada'i, mubtadoning turlari. Al-mubtada'u imma ismun sarihun va imma masdarun muawwalun. Mubtado yoki sarih ism bo'ladi. Sarih degani ochiq. Ochiq ism bo'ladi yoki ta'vil qilingan masdar bo'ladi. Ya'ni mubtado ikki xil bo'lar ekan. Mubtadoni biz yuqorida aytdik, mubtado ism bo'ladi dedik. Ana shu ism bo'lishligi yo ochiqcha ism bo'lar ekan, hech qanaqa ta'vilga ehtiyoj bo'lmagan, yoki bo'lmasa o'zi aslida ism bo'lmaydi, lekin ismga ta'vil qilinadi. Ya'ni ta'vil qilingan masdar deb aytilyapti. Masdar ham ismning bir turkumi.
Nahvu misol uchun aytiladiki, Allohu robbuna. Alloh robbimizdir. Alloh lafzi bu yerda mubtado bo'lyapti. Mana sarih ism. Al-qiroatu mufidatun. O'qish foydalidir. Bu yerda mana al-qiroatu sarih ism mubtado bo'lyapti. Al-julusu huna mamnuun. Bu yerda o'tirishlik mamnudir, mumkin emasdir. Al-julus bu yerda mubtado bo'lib sarih ism bo'lyapti. Nahnu tullabun. Biz talabalarmiz. Bu yerda mana nahnu zamir bo'ladi. Mana shu sarih ism ham. Ya'ni hech qanaqa ta'birga ehtiyoji yo'q. Mubtado bo'lyapti. Keyin esa B qismi mana va an tasumu khayrul lakum. Roza tutishingiz sizlar uchun yaxshiroqdir. Shu yerda mana tasumu o'zi aslida fe'l bo'lgan, lekin mana bu an kirganligi sababli bu nima bo'lib qoladi? Mastarga ta'bir qilinadi. Nima bo'lib qoladi? Xuddiki siyamukum khayrul lakum ma'nosida bo'lib qoladi. Ya'ni sizlarning roza tutishingiz sizlarga yaxshiroqdir. Va an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Afu qilishligingiz, kechirishligingiz taqvoga yaqinroqdir. Mana shu yerda o'zi ta'fu fe'l, muzori fe'li, lekin an kirganligi sababli bu an nima qilib qo'yadi? Muzori fe'lini ma'nosini mastarga aylantirib qo'yadi. Ya'ni afu qilishligingiz. Mastar o'zbekchada moq yoki ish qo'shimchasi bilan tugaydi oxiri. Masalan, roza tutish, afu qilish, o'qish, yozish deb aytamiz-ku. Mana shular hammasi mastar. Demak, bu o'zi aslida mastar emas edi, lekin mana bu an kirganligi uchun mastarga ta'bir qilindi. Ta'riful mubtada'i va tankiruhu. Mubtadoni ma'rifa qilishlik va nakralik qilish. Mubtado ma'rifa bo'ladimi yoki nakrami? Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan kama fil amthilati al-atiyati. Mubtadodagi asl u ma'rifa bo'lishligidir. Demak, mubtadodagi asl holat nima ekan? Ma'rifa bo'lmoqligidir. Xuddiki quyidagi misollarda kabi. Al-mubtada'u matbu'un bil ahmari. Mubtado qizil bilan nima qilingan? Belgilangan. Ya'ni pastda mubtadoni qizil bilan nima qilingan ekan? Belgilangan ekan. O'zi mana bu matbu', ya'ni tobadan chiqqan. Buni biz o'tgan darsda ham aytdik. O'zi toba degani, ya'ni toba yatba'u degani muhr, tamg'a bosish yoki bo'lmasa bosmoq, tasvirlamoq degani. Endi bu yerda nima deb aytamiz? Osonroq bo'lishi uchun mubtado qizil bilan yozilgandir yoki belgilangandir deb ma'no beramiz. Mana birinchisi Muhammadun Rasulullohi. Muhammad Allohning rasulidir sallallohu alayhi vasallam. Shu yerda mana Muhammad so'zi mubtado bo'ladi va bu ma'rifa. Nimaga deyilsa, chunki alam bo'lyapti. Alamlar, ya'ni atoqli otlar ma'rifaga kiradi. Keyin esa ana mudarrisun, men o'qituvchiman. Bu yerda ana mubtado bo'ladi, mana qizil bilan belgilangan. Bu yerda ham ma'rifa. Nimaga deyilsa, chunki zamirlar ham ma'rifa. Keyin esa hada masjidun, bu masjiddir. Hada bu yerda mubtado bo'ladi va ma'rifa bo'lyapti. Nimaga deyilsa, ismi ishoralar ma'rifa. Keyin esa allazi ya'budu g'ayrallohi mushrikun. Allohdan boshqasiga ibodat qiladigan kishi mushrikdir. Mushrik degani ya'ni sherik keltiruvchi, ya'ni Allohga sherik keltiruvchi degani. Demak, bu yerda mana allazi mubtado bo'ladi. Allazi mubtado bo'ladi va bu yerda ma'rifa bo'lyapti. Chunki mavsulalar, ya'ni allazi, allati bular mavsula deb aytiladi. Bular ma'rifa deb aytiladi. Keyin esa al-Qur'anu kitabullohi. Qur'on Allohning kitobidir. Bu yerda al-Qur'an mubtado va ma'rifa bo'lyapti. Nimaga deysa, avvalida al kelyapti. Al kelyapgani uchun. Keyin esa miftahul jannati as-salatu. Jannatning kaliti namozdir. Mana bu yerda mana miftah mubtado bo'ladi va ma'rifa. Nimaga deysa, chunki ma'rifaga izofa bo'lyapti-da. Mana al-janna, mana al bilan kelayotgan so'zga izofa bo'lyapti. Biz ma'rifalarning turkumlarini o'tgandik. Alam bo'lishligi, zamir bo'lishligi yoki ismi ishora bo'lishi yoki ismi mavsul bo'lishi yoki al bilan kelishi yoki bo'lmasa yuqoridagi birortasiga izofa bo'lishi. Demak, hamma misolda nima bo'ldi? Mubtado va ma'rifa bo'ldi. Demak, asl holat mubtadoning ma'rifa bo'lishligi. Va qad yakunu al-mubtada'u nakiratan bi shurutin minha. Va gohida mubtado nakira bo'ladi. Lekin nima? Bir qancha shartlar bilan. Minha o'sha shartlardan an yakuna al-khabaru shibha jumlatin. Birinchi sharti nima ekan? Xabar shibhi jumla bo'lishligidir. Ya'ni mubtadoni xabarni bo'lishi kerak ekan, shibhi jumla bo'lishligi. Shunda mubtado nakira bo'lib kelar ekan. Shibhi jumla nima degani esa al-muradu bi shibhi al-jumlati az-zarfu wal-jarru wal-majruru. Shibhi jumladan maqsad zarf, ya'ni maf'ulun fihi deb ham o'tdik-ku buni mabdaun nahuda. Zarf bo'lishligi, zarfi zamon yoki zarfi makon bo'ladi.
Va yoki bo'lmasa xabar nima bo'ladi? Jar va majrurdan iborat bo'ladi. Va an yataqaddama ala al-mubtada'i. Va ikkinchi sharti nima ekan? Mubtadodan oldin kelishligi. Ya'ni o'zi aslida gapda mubtado birinchi keladi, asl bu. Mubtado gapda boshida keladi va odatda ma'rifa bo'ladi. Bu mubtadoning asl holati. Lekin mubtado nakira bo'lishligi uchun nima bo'lar ekan? Xabari shibhi jumla bo'lar ekan va ana shu xabar mubtadodan oldinga o'tib qolar ekan. Mubtado bo'lsa keyinga o'tib qolar ekan. Ya'ni mubtado kechikib kelar ekan. Nahvu indana sayyaratun. Bizda mashina bor. Shu yerda mana inda nima bo'ladi? Shibhi jumla bo'lib xabar bo'ladi. Ya'ni zarf bo'lyapti. Va e'tibor bersak gapni avvalda kelyapti. Sayyara mubtado bo'lyapti va nakira bo'lyapti. Huna sayyaratun mubtadaun. Bu yerda sayyara so'zi mubtadodir. Va zarfu inda xabarun. Va inda bo'lmish, inda ya'ni zarf xabardir. Keyin esa li axun, meni akam bor. Huna axun mubtadaun. Bu yerda ax so'zi mubtadodir. Wal jaru wal majruru li xabarun. Va li ya'ni jar majrur bo'lsa xabardir. Mana bu yerda li jar majrurdan iborat bo'lgan shibhi jumla ko'rinishidagi xabar bo'lyapti va gapni boshida kelyapti xabar. Bu birinchi holat. An yakuna al-mubtada'u isma istifhamin va asma'ul istifhami nakiratun. Ikkinchi holat, mubtado ismi istifhom bo'lishligidir. Istifhom ya'ni savol ma'nosida keladigan ism bo'lishligidir. Va ismi istifhomlar, ya'ni savol ma'nosida keladigan ismlar nakiradir. Nahvu ma bika. Senga nima bo'ldi? Shu yerda mana huna ismul istifhami ma mubtadaun. Bu yerda ism istifhom ya'ni savol ma'nosida kelayotgan ism ya'ni ma mubtadodir mana ma. Wal jarru wal majruru bika xabarun. Va jar majrur bo'lmish bika bo'lsa xabardir. Demak, mana mubtado ism istifhom bo'lgan paytda ham nakira bo'lib kelar ekan. Va birinchi holat nima bo'ldi? Xabar oldinda keladi mubtadodan va shibhi jumla bo'lib keladi. Bunda ham mubtado nakira bo'lib kelishligi mumkin ekan. Keyin esa man maridun. Kim kasal? Huna ismul istifhami man mubtadaun. Huna ismul istifhami man mubtadaun va maridun xabarun. Bu yerda ism istifhom ya'ni man mubtadodir, chunki kim deb savol beryapmiz-ku. Mubtado bo'lyapti va ism istifhom yuqorida aytganimizdek nakira. Va marid bo'lsa xabardir. Demak bu yerda man mubtado bo'lyapti va nakira bo'lyapti. Kam toliban fil fasli. Sinfda nechta talaba bor? Bu yerda mana kam savol, ya'ni nechta, qancha degan savolni bildiradi. Ism istifhom bo'lyapti va mubtado bo'lyapti. Hunasmul istifhami kam mubtadaun. Bu yerda ism istifhom ya'ni kam mubtadodir va fil fasli xabarun. Fil fasli bo'lsa xabar bo'ladi. Endi mubtado va xabarni ikkinchi hukmlari. Tartibul mubtada'i val xabari. Mubtado va xabarning tartibi. Al-aslu an yataqaddama al-mubtada'u 'ala al-xabari. Asl mubtado xabardan oldin kelishligidir. Ya'ni mubtado gapi boshida keladi. Asl holat shu. Nahu anta mudarrisun. Sen o'qituvchisan kabi. Va yajuzu aksuhu. Teskarisi ham joiz bo'ladi. Nahu mudarrisun anta. Sen o'qituvchimi? Ya'ni sen o'qituvchimisan? Demak bu yerda mana anta mubtado kechikib kelyapti. Demak lekin asl holati, aksar holati nima ekan? Mubtado birinchi kelar ekan. Demak aksar holatida gap avvalda keldi, lekin kechiktirsa ham bo'lar ekan. Va yajibu an yataqaddama al-mubtada'u idha kana ism istifhamin. Aytayaptiki, mubtado oldin kelishligi, ya'ni avvalda kelishligi vojib bo'ladi agar u, ya'ni shu mubtado ism istifhom bo'lsa. Masalan, nahvu ma bika, man maridun. Ya'ni aytmoqchiki, mubtadoda asl holat nima edi? Aksar uchraydigan holati gapni boshida kelishligi edi. Lekin gapni oxirida kelishligi ham joiz deb aytildi. Lekin gapni boshida kelishligi, ya'ni mutaqaddim bo'lib, ya'ni avvalida kelishligi vojib bo'ladigan holati ham bor. Ya'ni kechikishligi joiz bo'lmaydi, faqat avvalida kelishi kerak. Bu qachon deyilsa, mubtado ism istifhom bo'lsa. Mana bu yerda ma bika. Senga nima bo'ldi? Bu yerda ma mubtado bo'ladi va ism istifhom bo'lyapti. Bu holatda ism istifhom bo'lganligi uchun gapni avvalida kelishi kerak. Chunki istifhomlar arab tilida gapni avvalida keladi. Man maridunni ham xuddi shunday. Man mubtado
va ismi istifhom bo'lyapti. Gapni avvalida kelishlik kerak. Lekin maridun man deb aytadigan bo'lsak, durust bo'lmaydi. Ya'ni istifhom doim gapni avvalda keladi. Va yajibu an yataqaddama al-khabaru idza kana isma istifhamin. Va xabar oldinda kelishligi vojib bo'ladi agar u, ya'ni shu xabar ismi istifhom bo'lsa. Endi agar aksincha bo'lsa, ya'ni xabar istifhomlardan bo'lib qolsa, ya'ni savollardan bo'lsa, unda xabarni oldinga qo'yishligimiz va mubtado bo'lsa kechikib kelishligi, keyin kelishligi vojib bo'ladi. Chunki nimaga deyilsa, istifhom birinchi kelishi kerak. Nahvu masmuka, isming nima? Bu yerda ma avvalida kelyapti. Bu xabar bo'ladi. Ismuka mubtado bo'ladi, ma xabar bo'ladi. Kayfa haluka, ahvoling qanday? Bu yerda halu nima bo'ladi? Mubtado va kechikib kelyapti. Kayfa bo'lsa xabar bo'ladi. Halu demak mubtado, kayfa xabar bo'ladi. Nimaga birinchi keldi ma bilan kayfa desa? Chunki bular ismi istifhomlardir. Shuning uchun xabar aslida kechikib kelishligi kerak bo'lsa ham, lekin istifhom bo'ladigan bo'lsa, avvalda kelishligi vojib bo'lib qolar ekan. 4-chi mubtadoga tegishli hukmlardan hazful mubtadai, mubtadoni hazf qilishlik, ya'ni tushirib yuborishlik. Yajuzu hazful mubtadai idza ulima. Mubtadoni tushirib yuborishlik joiz bo'ladi, durust bo'ladi agar ma'lum bo'lsa. Ya'ni gapni mazmunidan mubtadoni borligi, mubtadoni nima ekanligi ma'lum bo'lib tursa, uni tushirib yuborsa bo'ladi qisqartma uchun. Taqulu lis-sa'ili an ismika Hamidun. Siz ismingiz haqida so'ragan kishiga aytasizki, Hamid deb. Ya'ni aytsaki birov misol uchun sizga masmuka desa, ya'ni isming nima desa, siz nima deb aytasiz? Hamidun deb aytasiz. Ismi Hamidun deb aytishligingiz odatda kam uchraydi. Ya'ni chunki bu tushunarli. Ay ismi Hamidun. Ya'ni bu yerda mening ismim Hamiddir. Ya'ni ismi mubtado, Hamidun xabar bo'ladi. Shu yerda mana ismi tushib qolgan, hazf bo'lib ketgan. Demak, agar ma'lum bo'lsa, gap oqimidan, mazmunidan mubtadoni tushirib olsa bo'ladi. O'zbekchada ham shunaqa. Min ahkamil xabari, endi xabarning hukmlaridan. Anwa'ul xabari, xabarning turlari. Al-xabaru imma mufradun, ay laysa jumlatan, va imma jumlatun, va imma shibhu jumlatin. Xabar yo mufraddir, ya'ni jumla bo'lmagan, yoki jumladir, yoki shibhi jumladir. Demak, xabar nima bo'lar ekan? 3 xil ko'rinishda kelar ekan. Mufrad ko'rinishda, yoki jumla ko'rinishda, yoki shibhi jumla ko'rinishda. Bu yerda mufrad degani bizda mufrad birlik, musanno ya'ni tasniya ikkilik, jama' bo'lsa ko'plik. U ma'nodagi mufrad emas. Bu yerdagi mufraddan maqsad jumla bo'lmagan degani. Ya'ni tasniya bo'lsin, jam bo'lsin yoki biz tushungan o'sha mufrad bo'lsin, lekin jumla bo'lmasa farqi yo'q. Mana shu yerda mufradga kiraveradi. Ya'ni bu yerda mufraddan maqsad ya'ni jumla bo'lmagan degani. Demak, xabar yo mufrad bo'lar ekan, ya'ni jumla bo'lmagan, gap bo'lmagan ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni mana o'zi ham aytayapti, ya'ni jumla bo'lmagan degani. Yoki bo'lmasa jumla ko'rinishda bo'ladi xabar. Yoki bo'lmasa shibhi jumla. Shibhi jumlani o'tdik yuqorida. Ya'ni zarf bo'ladi yoki jar majrur ko'rinishda keladi. Va jumla ham ikki xil bo'ladi. Masalan, fe'li jumla bo'lishi mumkin yoki ismiy jumla. Fal xabarul mufradu nahwu al-mu'minu mir'atul mu'mini. Mana mufrad bo'lgan xabar. Misol uchun, mu'min mu'minning oynasidir. Bu yerda mana al-mu'minu mubtado, mir'atu xabar bo'ladi. Shu yerda mir'atu xabar bo'lyapti va qaysi turida xabarni? Mufradmi yoki jumlami yoki shibhi jumlami desa, jumla emas bu yerda. Shibhi jumla ham emas. Shuning uchun bu nima deb aytiladi? Mufrad deyiladi. Wal xabarul jumlatu nahwu. Endi jumla ko'rinishidagi xabar quyidagicha mana nahwu degani kabi, o'xshash degan. Al mudiru masmuhu. Mudir uni ismi nima? Bu yerda mana al mudiru mubtado bo'ladi, masmuhu nima bo'ladi? Bu jumla bo'ladi. Al jumlatul ismiyatu masmuhu xabarun. Bu yerda mana aytayaptiki, ismiy jumla bo'lmish, ya'ni masmuhu nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Ya'ni al mudiru mubtado, masmuhu bular o'zi ham mubtado va xabar bo'lib turib, ismiy jumla bo'ladi va al mudiruga xabar bo'ladi. Va hiya fi mahalli raf'in, va u ya'ni masmuhu degan ismiy jumla raf o'rnidadir. Rafni o'rnida deb aytamiz, ya'ni chunki xabar raf bo'lishi kerak, lekin bu yerda mana bu masmuhuni o'rtasiga nima qilib rafni alomatini qo'yib qo'ya olmaymiz-da, zamma qilib turib. Bunday bo'lmaydi. Shuning uchun nima qilamiz? Bu yerda raf ko'rinmaydi. Shuning uchun bu raf o'rnida turibdi deb aytiladi. Keyin esa vallohu xalaqakum. Alloh sizlarni yaratdi. Alloh lafzi bu yerda mubtado bo'ladi.
Xalaqakum endi bo'lsa xabar bo'ladi. Al jumlatul fi'liyatu xalaqakum xabarun. Fe'li jumla bo'lmish xalaqakum xabardir. Mana xalaqa fe'l, kum nima bo'ladi? Maf'ulun bihi bo'ladi. Va hiya fi mahalli raf'in. Va u ya'ni fe'li jumla raf o'rnida, chunki xabar bo'lyapti. Mana xalaqa fe'l, taqdirda foili bor, huwa, undan maqsad Alloh lafzi. Kum bo'lsa maf'ulun bihi, ya'ni muhimi fe'li jumla bo'lib nima bo'lyapti? Mubtadoga xabar bo'lyapti. Demak, jumlani o'zi ham, ya'ni xabarni jumla ko'rinishidagi ko'rinishi ham ikki xil bo'lar ekan. Yo ismiy jumla bo'lib kelar ekan, yoki fe'li jumla bo'lib kelar ekan. Wal khabaru shibhul jumlati nahwu al jannatu tahta aqdamil ummahati. Xabar, ya'ni shibhiy jumla bo'lgan xabar bo'lsa, masalan, misol uchun aytayaptiki, jannat onalar qadamlari ostidadir. Mana bu yerda al jannatu mubtado, tahta nima bo'ladi? Zarf bo'ladi va xabar bo'ladi. Ya'ni xabarni qaysi ko'rinishida deyilsa, zarf bo'layotganligi uchun nima bo'ladi? Shibhiy jumla. Al-zarfu tahta xabarun, ya'ni tahta ya'ni zarf xabardir. Va huwa mansubun fi mahalli raf'in. Va u ya'ni tahtani aytayaptiki, mansubdir. Va lekin nima? Raf o'rnidadir. Nimaga mansub bo'lyapti deyilsa, tahta, chunki zarflar biz o'tganmiz, ya'ni maf'ulun fihi ham deb aytiladi. Ya'ni maf'ullar hammasi mansub bo'ladi. Shuning uchun tahta ham mansub. Maf'ulun bihi bo'ladimi, maf'ulun fihi, maf'ulun li ajlihi, maf'ulun ma'ah, maf'ulun mutlaq. Ular hammasi maf'ullar hammasi mansub bo'ladi. Shuning uchun bu ham mansub. Lekin bu raf o'rnida. Chunki nimaga deyilsa, chunki tahta xabar bo'lyapti. Alhamdulillahi, keyingi misol. Hamd, ya'ni barcha hamd Alloh uchundir. Shu yerda alhamdu mubtado, lillah nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Mana al-jarru wal majruru lillahi xabarun. Jar va majrur bo'lmish lillah xabardir. Va huwa fi mahalli raf'in. Va u, ya'ni lillah so'zi raf o'rnida. Chunki xabar bo'lyapti. Xabar marfu deb aytildi-ku. Endi keyingi masala mutabaqatuhu lil mubtada'i. Uni, ya'ni xabarni mubtadoga mutobiq, ya'ni mos bo'lishligi. Mubtado va xabar nimalarda bir-biriga mos bo'lib, bir-biriga mos bo'lib kelishi kerak. Yutabiqul xabaru al mubtadaa fi deb turib mana pastda bergan. Xabar mubtadoga mana bu pastdagi narsalar nima bo'lar ekan? Mos bo'lib kelar ekan. Fil ifrodi va tasniyati val jam'i. Ya'ni mufrad, tasniya va jamlikda. Ya'ni mubtado agar mufrad bo'lsa, birlik bo'lsa, xabar ham birlik. Agar mubtado ikkilik bo'lsa, xabar ham ikkilik. Mubtado jama', ya'ni ko'plik bo'lsa, xabar ham ko'plik bo'ladi. Ya'ni sonida bir-biriga mos bo'lishi kerak. Nahwu al-mudarrisu waqifun va at-tullabu jalisuna bab al-fasli mughlaqani va nafizatahu maftuhatani. Mana misol uchun aytilyaptiki, o'qituvchi turibdi. Bu yerda mana al-mudarrisu mubtado bo'lib mufrad, waqifun xabar bo'lib mufrad. At-tullabu talabalar o'tiribdi. At-tullabu mubtado bo'lib mana jam ko'rinishda bo'lyapti. Jalisun xabar, bu ham jam ko'rinishda. Sinfni ikkita eshigi yopiqdir va uni, ya'ni shu sinfni ikkita derazasi ochiqdir. Bu yerda mana baba tasniya bo'lyapti, ya'ni ikkilik. Shu mubtado, mughlaqoni xabar. E'tibor bersak, xabar ham ikkilik bo'lyapti. Nafizata mubtado bo'lyapti ikkilik ko'rinishda, maftuhatani xabar ikkilik ko'rinishda kelyapti. Demak, sonida mos bo'lishi kerak. Keyingisi fit tadkiri va ta'nifi, muzakkar va muannaslikda. Ya'ni agar mubtado muzakkar bo'lsa, xabar ham muzakkar. Mubtado muannas bo'lsa, xabar ham muannas bo'lishi kerak. Ya'ni jinsda ham mos bo'lishi kerak. Nahwu hamidun muhandisun. Hamid muhandisdir kabi. Hamid mana muzakkar, muhandisun ham muzakkar. Va zawjatuhu tabibatun. Va uning, ya'ni Hamidning xotini tabibadir. Mana zavjasi, ya'ni ayol kishi bo'lgani uchun tabiba bo'lib, bu ham muannas ko'rinishda kelyapti. Zawjatu mubtado, tabiba xabar. Va binahuma tajirani. Va ularni ikkita o'g'illari savdogardir. Mana ibna muzakkar tasniya ko'rinishda, tajiron, ya'ni ibna nima bo'lyapti? Mubtado bo'lib, tasniya muzakkar ko'rinishda. Tajironi ham mana tasniya muzakkar ko'rinishda bo'lyapti xabar. Va bintahuma mudarrisatani. Va u ikkalovni ikkita qizi o'qituvchidir. Mana binta mubtado bo'lyapti va tasniya bo'lyapti ikkilik va muannas bo'lyapti. Shuning uchun mudarrisatani ham tasniya va
muannas bo'lyapti. Demak, ham sonida ham muzakkar muannas, ya'ni jinsida mos bo'lishi kerak. Tamarinu mashqlar endi. Ij'al kull ismin mimma ya'ti mubtada'an. Quyidagi har bir ismni mubtado qil. Ya'ni mubtadoga aylantirib chiqamiz. Ahmadu, Ahmadu va akhuhu, al-muslimuna, as-sayyaratu, manaratal masjidi, at-talibatu, qalamun, al-kutubu, man. Mana shularni nima qilamiz? Hammasini gapda mubtado shaklida qo'yib chiqishimiz kerak. Endi bunga bir qanchasiga misollarni aytib ko'ramiz, lekin albatta o'zingizlar mustaqil boshqa misollar aytasizlar. Masalan, Ahmad. Aytamizki, Ahmadu talibun mushtahidun. Ahmad mushtahid, ya'ni faol o'quvchidir. Shu yerda Ahmadu mubtada bo'lyapti. Talibun bo'lsa xabar bo'ladi. Keyin esa Ahmadu va akhuhu. Ahmad va uning akasi. Aytamizki, Ahmadu va akhuhu mudarrisani. Ahmad va uning ukasi yoki akasi o'qituvchidir. Bu yerda ikki kishi bo'lgani uchun nima deb aytamiz? Mudarrisani deb aytamiz. Al-muslimuna. Masalan, al-muslimuna kafiruna. Musulmonlar ko'pdir. Al-muslimuna kafiruna fil alami degan bo'ladi. Ya'ni musulmonlar dunyoda ko'pdir. Al-muslimuna mubtada, kafiruna xabar bo'ladi. As-sayyaratu mashina. Masalan aytamizki, as-sayyaratu jamilatun. Mashina chiroylidir. Jamilatun deb nima qilamiz? Xabarni moslaymiz. Manaratal masjidi. Masjidning ikkita minorasi. Masalan aytamizki, masjidning ikkita minorasi qadimiydir deb aytamiz. Masalan, manaratal masjidi qadimatani. Masjidning ikkita minorasi qadimatani, ya'ni qadimiydir. Manarata bo'lib, ya'ni bu manaratun bo'lganda birligi, ya'ni muannas bo'lgan. Shuning uchun qadimata bo'lib, ya'ni muannas shaklda tasniyani keltiryapmiz. Qolganlarni ham ana shu shaklda o'zingizlar nima qilasizlar, bajarasizlar. Endi bular juda ham oson, chunki kitobni avvaldan boshlab nechtalab jumlalar o'tganmiz. Ichida qancha ismiy jumla, qancha fe'liy jumlalar o'tilgan. Bu darsimiz o'zida ham ko'p. O'tgan darslarimizda ham o'zi har qanday suhbat o'tayotgan bo'lsak, gapni avvalida ana shu gapning ichida albatta mubtado va xabardan iborat yoki bo'lmasa fe'l foildan iborat, ya'ni jumlalar ko'payib har doim keladi o'zi. Ko'plagan jumlalar kelgan. Shuning uchun bu oson. Ij'al kull ismin mimma ya'ti xabaran. Quyidagi har bir ismni xabar qil. Endi xabar qilib chiqarganmiz. Maftuhatani. Masalan aytamizki, babal masjidi maftuhatani. Bu babal deb aytmaymiz, chunki maftuhatani bo'lib tasniya ko'rinishda kelyapti, ya'ni muannas bo'lib tasniya bo'lyapti. Shuning uchun biz muannas ko'rinishda aytishimiz kerak tasniyani, mubtadoni. Masalan aytamizki, madrasata shari'ina maftuhatani. Shari'a degani ya'ni ko'cha. Shari'ina bo'lsa bizni ko'cha. Ya'ni bizni ko'chaning ikkita madrasasi maftuhatani, ochiqdir. Madrasata shari'ina maftuhatani. Bizni ko'chamizni ikkita madrasasi ochiqdir. Ya'ni ikkita madrasa ham ochiq turibdi demoqchi. Ya'ni shu yerda mana maftuhatani xabar bo'ladi. Keyingi mughlaqatani, yopiqdir. Masalan aytamizki, sayyarata Hamidin va akhihi mughlaqatani. Hamid va uning ukasini mashinasi, ikkita mashinasi mughlaqatani, yopiqdir. Keyingi jamilatun. Masalan aytamizki, ash-shamsu jamilatun. Ash-shamsu ya'ni quyosh. Ash-shams quyosh muannas kalima, shuning uchun mana shuni misol bersak bo'ladi. Ash-shamsu jamilatun. Najihuna. Masalan aytamizki, tullabu faslina najihuna. Bizni sinfni talabalari nima muvaffaqiyat qozonuvchidir. Ya'ni imtihondan o'tuvchi va hokazo. Najih degani shu imtihondan o'tgan, muvaffaqiyat qozongan yani. Mutahajjibatun, ya'ni hijoblidir. Aytamizki, al-muslimatu mutahajjibatun. Muslimalar hijoblidir. Endi qolganlariga ham ana shu shaklda nima qilasizlar? Xabar ko'rinishda keltirasizlar.
Masalan, kayfaga kayfa haluka misol uchun. Masalan, kayfa shunda xabar bo'ladi. Haluka mubtada bo'ladi. Yoki bo'lmasa masalan, aynal qalamu desak, qalam qayerda? Shu yerda ayna xabar bo'ladi, al qalamu mubtada bo'ladi. Uchinchi mashq. Ij'al lafzal mudarrisi mubtada'an fi 5 jumalin ala an yakuna al khabaru. Aytayaptiki, mudarris so'zini, mudarris lafzini 5 ta jumlada mubtado qilgan. Xabar mufradan fil ula, birinchida mufrad ko'rinishda bo'lsin, va zarfan fi thaniyati, ikkinchi jumlada zarf bo'lib kelsin xabar, va jarron va majruron fi thalithati, uchinchi jumlada bo'lsa xabar jar va majrur ko'rinishda bo'lsin, va jumlatan fi'liyatan fi robiati, to'rtinchi jumlada jumla fi'liy bo'lib kelsin xabar, va jumlatan ismiyatan fil khomisati, beshinchi jumlada xabar ismiy jumla bo'lib kelsin. Demak, al mudarrisuni mubtado qilamiz. Endi xabarni bo'lsa har xil ko'rinishda keltirar ekanmiz. Birinchisida masalan xabar nima bo'lsin ekan, mufrad bo'lsin ekan. Masalan aytamizki, al mudarris so'zini olamizda, al mudarrisu g'oibun al yawma. Misol uchun, al mudarrisu g'oibun al yawma. Bugun o'qituvchi g'oibdir, ya'ni yo'qdir. Shu yerda mana g'oibun xabar bo'lyapti, al mudarris mubtado bo'lyapti va g'oib ya'ni mufrad. Ya'ni jumla emas. Keyin esa ikkinchisi zarf bo'lishi kerak ekan. Al mudarrisu fil fasli. Al mudarrisu mubtado, fil fasli xabar bo'ladi. Bu yerda zarf bo'lmayapti, ya'ni bu yerda zarf qilishimiz kerak. U fil fasli desak, 3-jumlaga mos bo'ladi, ya'ni 3-ko'rinishda. Ya'ni jar majrur bo'lishlikka fil fasli desak. Zarf bo'lishiga misol uchun al mudarrisu indal mudiri desak, inda mana zarf bo'ladi. Shunda ikkinchisiga misol. Uchinchisiga al mudarrisu fil fasli. Keyingisida fe'li jumla bo'lishi kerak ekan. Aytamizki, al mudarrisu jaa bakiron. Al mudarrisu jaa bakiron. Al mudarrisu jaa al yawma bakiron degan bo'ladi. Ya'ni o'qituvchi bugun bakiron, ya'ni erta, barvaqt, ya'ni erta keldi. Shu yerda jaa fe'li jumla bo'lib xabar bo'ladi. Keyingi 5-sida ismiy jumla bo'lishi kerak ekan. Masalan aytamizki, misol uchun al mudarrisu akhuhu muhandisun. Al mudarrisu mubtado, akhuhu muhandisun ismiy jumla bo'lib turib, mubtadoga xabar bo'ladi. Masalan, akhuhu muhandisun. O'qituvchi, uni akasi muhandisdir. Yoki bo'lsa al mudarrisu masmuhu. Bunda ham bo'laveradi. Masmuhu ismiy jumla bo'ladi. Ismiy jumla bo'lib, ya'ni xabar bo'ladi. 4-mashq. Hati 3 jumalin khabaru kulli wahidatin minha zarfun. Aytayaptiki, 3 ta jumla keltir. Ulardan, ya'ni 3 ta jumladan har birining xabari zarf bo'lsin. Endi albatta bu biz yuqorida misol tariqasida mashqlarni bajaryapmiz, lekin albatta o'zingizlar boshqa jumlalar tuzishinglar kerak. Biz aytganimiz emas. Misol uchun endi 3 ta jumlada zarf bo'lishiga misol ana fil bayti, men uydaman. Masalan, ana mubtado, zarf bo'lishi kerak ekan. Masalan aytamizki, ana inda abi. Ana inda abi. Men otamni oldidaman. Mana shu yerda inda nima bo'ladi? Xabar bo'ladi, zarf ko'rinishda. Ana bo'lsa mubtada bo'ladi. Endi yana misol aytadigan bo'lsak, aytamizki, al-qalamu fawqal maktabi. Al-qalamu fawqal maktabi. Ya'ni qalam maktab, ya'ni stolning ustidadir. Shu yerda fawqo nima bo'ladi? Xabar bo'lib, zarf ko'rinishda bo'ladi. Masalan aytamizki, yana misol, al-miftahu tahta al-kursiyyi. Kalit stulning, kursining ostidadir. Shu yerda mana tahta xabar nima bo'ladi? Zarf ko'rinishda bo'lyapti. 5-mashq. Hati 3 jumalin khabaru kulli wahidatin minha jarrun va majrurun. 3 ta misol keltir, ulardan shu 3 ta jumladan har birining xabari jar va majrur bo'lsin ekan. Demak, 5-topshiriqda nima deb aytilyapti? 3 ta jumla keltir, ulardan har birining xabari jar va majrur bo'lsin. Demak, 3 ta jumla aytamiz, xabari jar va majrur ko'rinishda bo'lar ekan. Masalan aytamizki, al mudarrisu fil fasli.
O'qituvchi sinfdadir. Fil fasli mana xabar bo'lyapti jar majrur ko'rinishda. Masalan aytamizki, misol Hamidun fil masjidi. Hamid masjiddadir. Mana Hamidun mubtado, fil fasli fil masjidi xabar bo'ladi. Yana misol aytsak, masalan li axun, mening akam bor. Shu yerda mana li nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Jar majrur ko'rinishda. Albatta qisqa aytib ketamiz, o'zingizlar uzunroq jumlalar tuzsanglar yana ham yaxshiroq bo'lishi mumkin. 6-mashq. Ij'al kullasmin mimma ya'ti mubtada'an. Quyidagi har bir ismni mubtado qilgin aytayapti, pastdagi berganni. Ala an yakuna khabaruhu jumlatan ismiyatan. Uni xabari ismiy jumla bo'lishligiga ko'ra. Ya'ni demak, har bir ismni pastdagi mubtado qilar ekanmiz va xabari nima bo'lar ekan? Ismiy jumla bo'lar ekan. Wasta'in bil ismi allazi bayna al-qawsayni li takwinil khabari. Xabarni tuzishlik uchun ikki qavs orasida bo'lgan ismdan ista'in, ya'ni yordam ol. Ya'ni xabarni qanday qilamiz desa, xohlagandek qilmaymiz. Mana bu Ahmadu mubtado bo'ladi. Masalan, ikki qavs orasidagi bo'lsa, ana shu xabarda ishtirok etishlik kerak. Masalan, Ahmadu axuhu. Ahmad uning akasi yoki ukasi. Masalan aytamizki, Ahmadu axuhu talibun. Ahmad uning akasi talabadir. Shu yerda Ahmadu mubtado, axuhu nima bo'ladi? Mubtado bo'ladi, talibun xabar bo'ladi. Mubtado xabar ismiy jumla bo'lib, Ahmaduga xabar bo'ladi. Mana ismiy jumla ko'rinishda bo'lyapti xabar. Keyingi al-kutubul ajnabiyyatu thamanuha rakhisatun. Ajnabiy kitoblar, uning narxi arzondir masalan. Ajnabiy degani, ya'ni begona, chet degani. Ya'ni boshqa tildagi deganida. Ya'ni chet tilidagi chet el kitoblari narxi arzondir. Shu yerda al-kutubu mubtado, al-ajnabiyatu al-kutubuga sifat bo'ladi, thamanuha mubtado bo'ladi, rakhisatun xabar bo'ladi. Mubtado xabar al-kutubiga nima bo'lar ekan? Mubtado xabar ismiy jumla bo'lib turib, al-kutubiga xabar bo'ladi. Keyingi Allohu fadluhu wasi'un. Alloh uning fazli kengdir. Alloh lafzi mubtado, fadluhu mubtado bo'ladi, gapning ichidagi. Wasi'un bo'lsa xabar. Mubtado xabar ismiy jumla bo'lib, Alloh lafziga nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Sayyaratuka launuha jamilun. Seni mashinang, uni rangi chiroylidir masalan. Shu yerda launuha nima bo'ladi? Mubtado, jamilun xabar, mubtado xabar ismiy jumla bo'lib, sayyaratuga xabar. At-talibul jadidu ismuhu Muhammadun. Yangi o'quvchi, uning ismi Muhammaddir. At-talibu mubtado, al-jadidu uni ismi bo'ladi mubtadoga, ismuhu gapning ichidagi mubtado bo'ladi. Muhammadun xabar. Mubtado xabar ismiy jumla bo'lib, mubtadoga nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Demak, gapning ichida ham nima bo'lar ekan? Mubtado xabar bo'lar ekan. Bunday qaraydigan bo'lsak, gapni yuzasidagi mubtado bo'lyapti va gapning ichidagi mubtado xabar bo'lyapti-da. Allohu, hop buni aytdik. 7-mashq. Istakhrij min ad-darsi amthilatan lil jumlati al-ismiyati huzifa mubtada'uha. Darsdan mubtadosi hazf bo'lgan, tushirib yuborilgan ismiy jumlaga misollarni ismiy jumla uchun misollarni chiqarib ol. Demak, ismiy jumla, ya'ni mubtado va xabardan tashkil topgan jumlalarni topar ekanmiz. Qanday bo'lishi kerak? Ismiy jumla desa, mubtadosi tushib ketgan bo'lishi kerak. Masalan, darsga qaytadigan bo'lsak, misol uchun o'qituvchi aytdiki, masmuka, isming nima? Shu yerda ismuk mubtado, ma bo'lsa xabar bo'ldi. Endi munirun deb javob berdi. Shu yerda munir xabar bo'ladi. Mubtadosi nima? Taqdirda, ya'ni mahzuf. Ismi munirun. Shu yerda demak mana mubtado mahzuf bo'lgan. Shunga o'xshagan boshqa misollar ham bo'lsa topib ko'rasizlar o'zingizlar. Bitta osonroq bo'lishi uchun misol aytdik. 8-inchisi istakhrij ma fi ad-darsi min al-mubtada'ati wal akhbari. Darsdagi mubtado va xabarlarni chiqar va ayyin naw'a kulli xabarin 'ala an-nahwi al-ati. Va har bir xabarni turini quyidagicha tayin qil, aniqlab chiqarganmiz. Al-jumlatu
Al-mubtada'u al-khabaru naw'uhu mufradun jumlatun shibhu jumlatin. Jumlalarni topamiz, uning ichidagi mubtadolarni aytamiz, keyin xabarni aytamiz va xabarni mufradmi, jumlami, shibhi jumlami bularni aytib chiqamiz. Darsga masalan qaytadigan bo'lsak, masalan at-tullabu qaliluna. Shu yerda at-tullabu mubtado, qaliluna xabar. Qaliluna xabar bo'lib mufradmi yoki shibhi jumlami desa, mufrad bu. Endi masalan va-Zubayru akhuhu maridun. Az-Zubayru mubtado, akhuhu gapning ichidagi mubtado bo'ladi, maridun xabar. Mubtado xabar ismiy jumla bo'lib turib, mubtadoga nima bo'lyapti? Xabar bo'lyapti. Bu yerda demak, akhuhu maridun ismiy jumla, ya'ni jumla ko'rinishli xabar bo'lyapti. Mana shunaqa qilib nima qilamiz? Oxirigacha o'zimiz topamiz. Ya'ni bu oson, chunki biz yuqorida mubtado nima, xabar nima, xabarning turlari nima hammasini o'tdik. Endi keyingi masala ba'du ahvalil mubtada'i wal xabari. Mubtado va xabarning ba'zi holatlari. Ahvalul mubtada'i, mubtadoning holatlari. Al mubtada'u ma'rifatun aw nakiratun, muqaddamun aw muakhkharun, sababu taqaddumihi aw ta'akhkhurihi. Demak, birinchi qatorda mana mubtadolar berilgan, ya'ni jumlalar berilgan va ichida mubtadolarni belgilab ketgan. Mubtadolar ma'rifa yoki nakra ko'rinishda ketgan. Keyin mubtado yo muqaddam, ya'ni gapni avvalida yoki muakhkhar, ya'ni muqaddamni ya'ni oldinga qilingan, muakhkhar ya'ni keyinga qilingan, ya'ni kechiktirilgan. Gapni avvalda yoki gapni oxirida kelishlik holati. Endi avvalda kelishlik sababi yoki kechikishlik sababi. Ana shu tarzda mana jadval beribdi. Masalan, Allohu g'afurun. Alloh mag'firatlidir. Alloh nima bo'ladi? Mubtado bo'ladi. Bu yerda nima? Ma'rifam nakram desa ma'rifa. Muqaddammi? Muqaddam. Nimaga muqaddam desa? Chunki huval asl, chunki o'zi asl shu. Ajibun kalamuhu. Uning gapi ajoyibdir. Shu yerda kalam so'zi nima bo'ladi? Ma'rifa bo'lib, mubtado bo'lyapti, ma'rifa bo'lyapti. Va muakhkhar bo'lyapti, kechikyapti. Hada jaizun. Bu joizdir. Kechikishligi joizdir bu holatda. Lekin asl nima? Kalamuhu ajibun desak, shu o'zi asl holati. Lekin bunday teskari qilsak ham bo'ladi. Indaka sayyaratun. Senda mashina bor. Bu yerda mubtado nima bo'lyapti? Ma'rifam desa, yo'q, nakira. Muqaddammi, muakhkharmi? Ya'ni gapi boshdami yoki oxirdami desa, muakhkhar, oxirida turibdi. Nimaga desa, likawnil mubtada'i nakiratan wal khabari shibha jumlatin. Sababi ikkita. Birinchidan mubtado nakira bo'lyapti, muakhkhar bo'lishining sababi. Ikkinchidan xabar shibhi jumla bo'lyapti. Shuning uchun mubtado nima muakhkhar bo'lishi joiz. Afillahi shakkun. Alloh borasida shak bormi? Shu yerda shakkun mubtado bo'ladi, nakira bo'ladi. Ma'rifa emas, nakira. Va muakhkhar bo'lyapti. Nimaga deyilsa, likawnil mubtada'i nakiratan wal khabari shibha jumlatin. Sababi mubtado nakira, birinchi sababi. Ikkinchidan xabar bo'lsa shibhi jumla bo'lgani uchun. Shuning uchun muakhkhar bo'lyapti. Man g'oibun. Kim g'oibdir, ya'ni yo'qdir. Shu yerda man mubtado, ma'rifam nakram desa nakira. Muqaddam desa muqaddam. Nimaga deyilsa, likawnil mubtada'i ism istifhamin. Chunki li degani uchun, chunki degan. Chunki mubtado ism istifhom bo'lgani uchun. Shuning uchun gapi boshida kelishi vojib. Man anta. Sen kimsan? Bu yerda anta mubtado, ma'rifam deyilsa ma'rifa. Chunki zamirlardan ana, anta zamirlar nima? Ma'rifa deyiladi. Muakhkhar va muqaddam deyilsa muakhkhar. Ya'ni keyin kelyapti-ku. Nimaga muakhkhar bo'ldi desa, likawnil khabari ism istifhamin. Chunki xabar ism istifhom bo'lgani uchun. Mana xabar man, ismi istifhom. Shuning uchun mubtado keyin keldi. Va antasumu khayrul lakum. Roza tutishinglar sizlar uchun yaxshiroqdir. Antasumu mubtado. Ma'rifam desa ma'rifa. Muqaddammi, muakhkharmi desa muqaddam. Nimaga desa? Chunki huval asl, chunki u asl. Endi ma'rifaligining sababini keltiryapti. Li anna taqdira siyamukum. Chunki bu antasumuni taqdiri siyamukum, sizlarning roza tutishinglar. Mana bu kum zamirku. Zamirga izofa bo'lib turganligi uchun mubtado nima bo'ladi? Siyam so'zi mubtado bo'lib zamirga izofa. Zamir ma'rifa. Ma'rifaga izofa bo'lgan narsa ham ma'rifa. Shuning uchun mubtado ham bu yerda ma'rifa deb aytilyapti, antasumu. Ahvalul xabari, endi xabarning holatlari. Al-xabaru naw'uhu mufradun aw jumlatun aw shibhu jumlatin. Demak, xabar beradi, keyin xabarning turlari mufratmi, jumlami yoki shibhi jumlami.
Ad-dinu yusrun. Din osonlikdir. Shu yerda mana yusrun xabar bo'ladi va mufrat bo'lyapti. Al-mudarrisu indal mudiri. O'qituvchi direktorning oldidadir. Bu yerda inda xabar. Nima bo'lyapti desa shibhi jumla, ya'ni zarf bo'lyapti. At-tullabu fil mal'abi. O'quvchilar o'yingohda. Fil mal'ab nima bo'ladi? Jar majrur bo'lib xabar bo'lyapti. Bu ham nima? Shibhi jumla. Shibhi jumlaning qaysi biri desa al-jar wal majrur, jar majrur ko'rinishi. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niyat uning o'rni qalbdir. Oddiycha qilib niyatning o'rni qalbdir desak ham bo'ladi. Endi boshlang'ich odam so'zma-so'z tarjima qilishi kerak baribir. Niyat uning o'rni qalbdir. Bu yerda mana mahalluha al-qalbu, mahalluha mubtada, al-qalbu xabar. Mubtada xabar ismiy jumla bo'lib, an-niyatuga xabar bo'ladi. Jumlatun ismiyatun, demak ismiy jumla bo'lyapti, xabar. Al-islamu yajubbu ma kana qablahu. Islom o'zidan oldingi narsani nima qiladi? O'chiradi, ketkizadi. O'zi jabba yajubbu degani kesmoq, qirqmoq, olib tashlamoq degani yoki ustun kelmoq. Ya'ni islom o'zidan oldingi narsani nima qiladi? O'zidan oldingi narsani yo'q qilib yuboradi degani. Ya'ni inson masalan kofir bo'lib, mushrik bo'lib yashab keyin musulmon bo'ladigan bo'lsa, ana shu islom dinini yaxshi chiroyli qabul qiladigan bo'lsa, oldingi qilgan ishlarini yuvib yuboradi islom. Shu ma'noda. Demak, al-islom mubtado, yajubbu ma kana qablahu nima bo'ladi? Xabar bo'ladi. Shu yerda jumlatun fi'liyatun. Mana bu yajubbu fe'li jumladir. Demak, mana shu xabarning holatlari. Shu bilan demak 11-darsimiz nihoyasiga yetdi. Bu ancha katta dars ekan. 11-dars va ko'p qoidalar berildi. Bu qoidalarni albatta shunchaki o'qib qo'ysa yetmaydi. Uni yodlab olish kerak, yaxshilab ajratib olib. Shu bilan 11-darsimiz nihoyasiga yetdi. Kelgusi darsda 12-darsdan davom ettiramiz. Vallohu a'lam.